Bugun bizning obzorimizda Xitoyda ishlab chiqarilgan Accord 160 tali W modeli. Texnikamizning qisqacha ma'lumotini berib o'taman. Umumiy vazni 14 tonna, strela uzunligi 8 metr, maksimal chuqur qazishi 5 metr, kovush hajmi 0.6 kub, komplektatsiyasida o'zini kovushi, transheniya kovush, qaychi, adapter, gidromotorlari bo'ladi. Texnikamizning orqa ikkita lapalari, oldida atvallari, orqa zadniy vid kameralari bor. Motor qismiga keladigan bo'lsak, o'sha mashhur Xitoy brendi Yuchak 125 ta ot kuchiga ega, apparatura solarka tanlanadi, soatiga 8 litr rasxod qiladi. Texnikamizning o'zi avtomat korobka, salon qismida konditsioner, pechka, radio sistemalar hammasi mavjud. Nasoslari o'sha mashhur brend Kawasakidan turadi. Sizlar aniq qilib ayta olaman, bozorda 160 tali model ekskavator hech kimda bunaqa narx topa olmaysizlar. Mabodo kimda shunaqa narx topsanglar ham, biz ulardan ham arzon qilib beramiz. Texnikamiz tayyor, kelib bemalol shartnoma imzolab ketsanglar bo'ladi. Izohlarda plus belgisini qoldirsanglar, biz o'zimiz sizga aloqaga chiqamiz.